milliongacha daromadiga qarab ajratiladi. Keyin bizda mumkin holatda aholini yashash uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha uy-joy kreditlarimiz ham mavjud. Uy-joy kreditlarimiz tartibi rasmiy daromadga ega bo'lish kerak. Foizi 18%, boshlang'ich to'lov 15%, 20 yilgacha beriladi. Mijozdan talab qilinadigan hujjatlar o'sha mijozning pasporti, keyin borib quruvchidan shartnoma qilinadi. Qaysi uyda olsa, o'sha shartnoma summasiga qarab bank belgilangan tartibda o'sha daromadi yetmagan taqdirda birgalikda qarz oluvchi, ya'ni kafil, oddiy xalqda aytsa, kafil ham talab qilinadi. Daromadi agar yetmasa, kafil talab qilinadi. 20 yilgacha beriladi. Agar subsidiyasi o'sha davlat tomonidan subsidiya ajratilgan bo'lsa, ma'lum bir qismini, ya'ni 4%, 18%ni 4% 5 yil davomida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan qoplab beriladi. Yana boshlang'ich badalga, o'sha boshlang'ich badal shakllantirish uchun 30 million davlat byudjeti tomonidan qoplab beriladi.